Assalomu alaykum YouTube ahli, kanalimiz mehmonlari, barcha qulpnay ishqibozlari. Mana bugun 2-aprel 2025-yil. Shu o'zimizning uydagi qulpnaylardan bitta video lavha tayyorlayapmiz. Mana qulpnaylarimizning holatlari gullab o'tiribdi. Mana gullari ham yaxshi. Xudoga shukr. Mevaga donga kirib boshladi. Shu qulpnaylarimiz sizlar bilan bitta video lavha tayyorlab sizga ilinish maqsadida bitta video qilyapmiz. Qulpnaylarimiz Xudoga shukr yaxshi o'tiribdi. Kecha bitta suv berdik. Hech qanday dori, ximikat ishlatmayapmiz. Faqat shu mollarning go'ngidan tayyorlangan shulardan berib oziqlantiryapmiz, go'ngaqtiryapmiz. Kam bo'lgan miqdorda suvga aralashtirib, bundan boshqa hech qanday ximiki dorilar, hech qanday dori vositalari ishlatmayapmiz. Faqat o'zining tabiiyligi. Shu yerga ekilgan qulpnaylarimiz. Ustlari setkilarini tortdik hamma joyiga. Quyoshni yaxshi, quyoshga ancha yordam beryapti ekan bu ham. Ichini salqin qiladi. Mana bu tomonlarimiz ispanka. Ispankalarimiz ham yaxshi, Xudoga shukr, gullab o'tiribdi. Ichida donga kirganlari ham bor. Holatlari yaxshi. Hamma joyi yaxshi. Mana bu tomonlarimiz hammasi Chorniy Prens. Ana u boshini ochib qo'yganmiz. Orilar kirib changlatyapti. Bu yon atroflari yopiq bo'lganligi sababdan tomonlarni yopganmiz. Chunki qushlar ko'p. O'sha tomonlarga hamla qilyapti o'sha. Mana qulpnaylarimizning holatlari, mana shu ekilgan agatlarimiz hammasi Chorniy Prens. Mana shu oktyabr oyining 10-12larida 15gacha ekib tugatilgan. Qishda buni bir yaxshi qilib, bunday parnik qilib, katta qilib yopishning iloji bo'lmadi. Bunga vaqtimiz ham bo'lmadi. Shu bo'yicha qoldi bu qishda. Yupqa salafan tashlab qo'ydik ustiga. Keyin bahor kelgandan keyin qaytadan ochib, tozalab, suvlarini berib, shunday qilib mana shu kungi holatlari shu. Mana bu tomonlari ham donga kirib yaxshi, Xudoga shukr, gullab o'tiribdi. O'zlaringiz ko'rib bitta baho berasizlar. Ham tomonlari ham yaxshi, Xudoga shukr. Donga kirish arafasida. Ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar. Sog' salomat bo'linglar, charchamanglar.